O'zbekiston va Germaniya o'rtasida xavfsiz hamda tartibli mehnat migratsiyasini rivojlantirish borasida yangi bosqich boshlandi. Ikki davlat rahbarlari ishtirokida kasbiy ta'lim, inson kapitalini rivojlantirish va til o'rgatishga qaratilgan ikkita yirik loyihaga rasman start berildi. Mazkur tashabbuslar doirasida yurtimizda ilk bor Germaniyaning nufuzli tashkilotlari bilan hamkorlikda temir yo'l sohasi mutaxassislarini tayyorlash va xalqaro TILS Yevropa til sertifikatlari tizimi imtihon markazlari tarmog'ini tashkil etish yo'lga qo'yilmoqda. Bu esa minglab o'zbekistonlik yoshlar uchun Yevropa mehnat bozorida legal va yuqori daromadli ish o'rinlariga ega bo'lish imkoniyatini yaratadi. Mavzuga doir batafsil tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi strategik sheriklik munosabatlari sifat jihatdan yangi amaliy bosqichga ko'tarilmoqda. Germaniya Federativ Respublikasi prezidenti Frank-Walter Steinmeierning mamlakatimizga oliy darajadagi tashrifi doirasida bugun Ko'ksaroy qarorgohida ikki davlat rahbarlari ishtirokida muhim kelishuvlarga erishildi. Xususan, mehnat migratsiyasi, kasbiy ta'lim va inson kapitalini rivojlantirish sohalarida har biri 1 million AQSh dollari qiymatiga ega bo'lgan ikki yirik loyihani amalga oshirishga rasman start berildi. Mazkur tashabbuslar o'zbekistonlik yoshlarni xalqaro mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar qilib tayyorlashga qaratilgan. Ayni daqiqalarda O'zbekiston va Germaniya prezidentlari ishtirokida mehnat migratsiyasi va kadrlar tayyorlash sohasidagi muhim loyihaga start berilmoqda. Ortimda aynan mana shu tarixiy jarayon kechmoqda. Mazkur tashabbuslar yurtimizda yoshlarni xalqaro miqyosdagi istiqbolli ish o'rinlariga tayyorlash bilan birga Germaniya, Avstriya va Shveysariyada tan olingan TILS xalqaro til sertifikatlash imtihoni markazini tashkil etishni ko'zda tutadi. Birinchi loyiha to'g'ridan-to'g'ri transport va logistika sohasiga daxldor. Bugungi kunda Germaniyaning eng yirik davlat temir yo'l kompaniyasi Deutsche Bahn tizimida mashinistlar va texnik mutaxassislarga ehtiyoj yuqori. Yangi kelishuv aynan shu bo'shliqni sifatli kadrlar bilan to'ldirish va o'zbek yoshlariga Yevropaning eng yetakchi korxonasida tajriba orttirish imkonini beradi. Saralab olingan 500 nafar nomzod nemis tilida va kasbiy fanlarni maxsus dastur asosida o'zlashtiradi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Schönen guten Abend, liebe Freunde. Belikov ist mein Name. Mening ismim Innokentiy Belikov. Deutsche Bahn Engineering Consulting kompaniyasining O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbariman. Bugun O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bilan hamkorlikdagi loyihamizga start berildi. Germaniya federal prezidenti Frank-Walter Steinmeier va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev janoblarining ishtirokida ushbu loyihani boshlash biz uchun ulkan sharafdir. Bugun Toshkentda yuqori kuchlanishli tarmoq montajchisi bo'lgan 15 nafar mutaxassisdan iborat ilk guruhni saralab oldik. Ular Germaniyada ish boshlash uchun tayyorgarlikdan o'tmoqda. Kelgusi yilda loyihani kengaytirib, O'zbekistondan temir yo'l sohasi bo'yicha 100 nafargacha mutaxassisni jalb etishni rejalashtirganmiz. Germaniyada malakali kadrlarga ehtiyoj yuqori va biz ushbu hamkorlikdan g'oyat mamnunmiz. Мы очень рады быть частью немецко-узбекской дружбы. Nemis mehnat bozori va ta'lim tizimiga integratsiyalashuvning bosh mezoni bu shubhasiz til bilish sertifikatidir. Shu bois marosim doirasida Germaniyaning xalqaro miqyosda tan olingan TILS imtihon markazini O'zbekistonda tashkil etish loyihasiga ham start berildi. Davlatimiz rahbarini mart oyida Samarqand viloyatiga qilgan tashrifi paytida TILS imtihon markazini biz Samarqand shahrida ham ochgan edik va davlatimiz rahbarining to'g'ridan-to'g'ri topshiriqlari bilan Toshkent shahrida Uchtepa tumanida mana shu Germaniyaning TILS sertifikatlash markazini ochilishini guvohi bo'ldik. Keyingi bosqichlarda biz Farg'ona viloyatida, Xorazm viloyatida, Buxoro viloyatida va Qashqadaryo viloyatida mana shu TILS imtihon markazlarini ochamiz. Bu TILS sertifikatlari nafaqat Germaniyada, balki boshqa nemiszabon davlatlar, ya'ni Shveysariya va Avstriyada ham 100% tan olinadigan kasbiy ta'lim yoki oliy ta'lim malakalarini hisoblab beruvchi sertifikat hisoblanadi. Bu loyihani O'zbekistonda ochilayotgani juda ham bir maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, bugun start berilgan har ikki tashabbus ham davlatimiz rahbari tomonidan belgilangan fuqarolarni xavfsiz, tartibli va legal mehnat migratsiyasiga tayyorlash strategiyasining amaliy ifodasidir. Eng muhimi, Germaniyaning yetakchi kompaniyalari bilan o'rnatilayotgan bu kabi aloqalar O'zbekistonda inson kapitalini rivojlantirish va yoshlarning global mehnat bozoridagi mavqeini oshirishga xizmat qiladi.